olib keling dedi. Onamga deb qarasam, ko'zlari yalt qildida, o'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, biror shiq to'rg'ama shashlik olib keling. Qandaydir tilim ichiga ta'mi kelib qoluvdi. Tashqariga chiqib dod-deb yig'ladim, qora aka, ha? Qirqqa kirayotgan bo'lsam, biror mana ota va onam shashlik yegim keldi, o'g'lim, olib kel demagan ekanlar. Nimaga? Peshona teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga yedirib qo'ymasin deb aytmayotgan ekanlar deb dod-deb yig'ladim. Biz onamizchi aytayaptimi? Ha, o'zimizdan bechora yasab olsak, qayerda aytsin? Bechora pensiyasini ham plastikda bo'lib, "Men o'g'lim" deb berayotgan bo'lsa, ha shu pensiyaga bo'lsa ham, plastikga bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham shashlik yoki somsa olib kelib bermasak, bola bo'lib nima qilyapmiz o'zi? Agar taomam yediralmasa, hech bo'lmasa xizmat qilsin deb. Agar xizmat ham qila olmasa, shirin